Bugungi sotiladigan navbatdagi kvartiramiz 4-mikrorayon, ya'ni Behruz magazin orqasidagi domlada joylashgan. Kvartiramiz 2 qavatli domning 1-etajida joylashgan. Oldida огородchasi ham bor. Keling ko'rib chiqamiz. Bizga kirib kelishingizda o'ng qo'lda oshxona. Oshxonani balkonga ko'chirishgan ekan. Balkonlar ham kattagina mana, ko'rishingiz mumkin. Ro'parada kirish eshigi ro'parasida ikkita xonamiz bor mana. Birinchi xonamiz mehmonxona. Bu ikkinchi xonamiz. Xonarda yoqamiz. Koson shahrining markazida joylashgan 1-etajdagi 3 xonali bu kvartiramiz uchun egalari 210 million so'rashmoqda. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib savdolashishlaringiz mumkin. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Like va podpiska bosasiz degan umiddaman.